tapşırdığın işim var. Lekin shart uni cho'qim tepishim kerak. Ha? Chiroylik bijiralasang, eng yaxshisi ma'uning bilan hal qil. Bo'lmasa, o'zining usuli bilan hal qil. Mening uning ovozini anglag'im yo'q. Yoki boshqa odamdan uning taqatgan shikoyatini texmi anglab qolg'im yo'q. Voy, mashina chaqirgansizmi? Aka, men sumkangiz bilan yo'la. Ha, bo'ldi. Uzun safarga chiqqanda meni izlab to'g'ri qilibsiz. Meni sizga kim tavsiya qilgan? Mamirshadning eng chong alaydilik. Gipi oz. Shonsini izlagan. Ha? Aldandimmi nima? Ya aldanmadingiz. Siz mendan gap so'rmisiz? Men bog'ich gapirmaslikqa kapolatlik qilaman. Lekin Yılanlı yağız pristaniya. Qara. Qo'zg'amasa, tushib tamoq yeymiz. Qistab ketsa, tushib taraqq qilamiz. Ha? Sen mashina haydashga mas'ul bo'lsang ham bo'ldi. Men biroz uxlolay. Ham dog'zongni juma. yeningizda suba usab kelsangiz o'zingiz yeb ichasiz. Amsa yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqdik. Aysa. Sofi. Aysa. Sofi doktor. Sofi. Ben geldim. Doktor. Sofi. Aysa. Bu sen mi? Sofi. Ben geldim. Doktor Sofi. Sofi. Sen nereden Sofi? To'xta Aysa. Bu zat neymiş Sofi? Sen chin ko'ngling orzulagan ishing hamma reallashuv. Yoki balduroq, yoki kechki. Yoki o'ylaganingdek, yoki o'ylamagan shaklda. Sofi. İşte bana. Qizlaringizni sig'inga oqshimasiz aka. Qarasam, to'xtamay ularning ismini chaqirib chiqdingiz. Meningmi bir qizim bor. Shundaq o'maq vaqt hozir. Bir kun ko'msam degan shundaq ko'gillarim kelib ketdi. Kızlarım? Birdam Sofi deb chaqirsiz, birdam Kipar deb chaqirsiz.
Şun qarğanda ikki qiz bağışaydı deb o'yladi. İkki xotiningiz bormi ya? Ha? Qo'sqingizmi ochqanda? Alda to'xtab tamoq yeb olamda. Ha mayli. Xohlagan chigina men mehmon qilaman. Ha? Rostmi? Hamsa 20 kilometrdagi bir oshxonaga kebablar ajoyib o'xshaydi. Ashadil yemdi qamsa? Ha? Mayli. Ajab tez yeb oldik a. Rahmat Juma aka. Voy, rahmat. Ba. Rahmat. Sormaslik tegishli kaptim bilan so'rsam. Achig'iz kelam aka. Ben sorma. Ha? Ma'qul. Ma'qul. Aras. Ben şu kızımın arasında Qaysini bekar yosh ko'rganmi? Ha. Sofi deb chaqirganimiz jiqaroq Juma aka. Onisi aniqda. Lekin ish barin chaqirgan qilyaptiniz. Bekara Xo'shal Juma aka sizniki. Sen bana qara. Mening joyligimga diqqat qilma. Mashina yaxshiydi. Bo'ldi aka. Ma'qul. Bo'ldi. Bana. Buni. Mana aka mana. Bana. Mangdoq mana. Aras. Ha? Abay nima sormoqchi? Rustam bu avanni tunamdi deb so'rmoqchidim. Rustam boy? Ha? Yo'q, meni tayoq yeganmi? Nima ish qilmay unda boyning ismini tutib, mashina haydigini? Tunma ekansizda? Ha, bo'ldi aka, bo'ldi. Bir yol bösüp ahırı yetse, peşki mi geldi gözükürliydi? Kim o? Tağaka, salamet turatkan size. Unda emas o? Doğra. Men bir yağız gipim bilen avazım tunmapsizlar. Elbette. Siz daim eslep durduğun tursa. Qaraganda pat sizin qar besip kaldıkkende. Sen Vietnam tutun o. Kimsin kaytıp gelsin dedi. Şu, sizin sevgindim bu aka. Yaxşı o. Unda az beni yoklap gelmemse? Men ahmak emas. Qancha pul olsa endi meni sig'inmaydigan bo'lsa. Tağaka, keskin adamcım o siz. 1 milyon. Men shunchalar pulga yarmandim. Amerika dollari. Men Portugaliyaga köçep ketmekçi. Ma gap bo'ldi. Pulni qanday berman? Men yılan yığızda, Rostamның qishida. Eng yaxshisi ig'izani boshqarib shu. Hatırcan bulun. Bana can lazım, sol texim lazım. Siz işini avutmasanızlar, ben mi avutmayım? Bo'ladi. Endi xabarini saqla. Aldırmayım. Daim qar besip qaldığını men bo'lmagan ekan.
Rahmat aka. Siz qachonroq qaytasiz? Buni sizni past saqlab turay. Bilmayman. Aka! 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 Qarsam, sizmi yaxshi odamda qilsiz? Ikki qiz ortiq gapirib keldi. Hadigina, dikashing sesib ketmisan? Men sizga degan Rustam bovam bir shovchining ish qo'dg'isi emas. Musho Yilan yig'iz pristanniki ish qo'dg'isi. Normalda qonunliq tovarlar kirsa, tamojna xizmatchilar mas'ulda. Nima kirsa bo'ladi, nima kirsa bo'lmaydi, qanchalik bosh topshirdi degandek. Kulrang narsa, hattoki qor narsalarmi doim musho Yilan yig'iz pristandan kirdi. Nimalar kirsa bo'ldi, qanchalik pul topshirdi degandeklarga Rustamning qo'lidagi kaltakka qaraydi. U doim kulib ham, "Men mush pristandagi bir bovan" deydi. Tanishlar kelsa salom qiladi. Tonimaydiganlar kelsa tizimladi. Eskilar kelsa tuz qilmaydi degandek. Amaliyotda u baqatuqul g'arbi portiki tag'akammo uningga astul yuz berdi. Chunki uning mamushu Yilan yig'izdan kirdigan mollar bor emasmi? Rustam bu, ha? Ha? Pulni alaqamgan ha? Chekadimi? Bu yerga nima kelganingizni bilmadim. Uni tonimaydi ekansiz. Eng yaxshisi uning tig'i tegman. Bu yerda uning digini degan. Rafkan, sen aytgan so'zlar men ko'ngil bilan tutsanda, ha? O boyam bo'lsa qara, menga aysa qo'yanja. Ha? Asli sizgansiz. Oldi. Sen qaytib qara. Uni men o'zimiz deyman. Ma'qul, ma'qul. Ha, qo'yanja. Vay, Sen nerede? Meclan yığızıp geldin. seni varis evetdimi? Akıllık iyi şu. Bilgine. Sen nerede? Ha, bir uch mehmonxonasiga kela. Yatak numarini aytib beray. Bakalım Olga. Güven. İyi.
Bayat ufağın qaysi? Patron. Ukama bak ya. Nime baba? Mama. Bunun nimeligini hozir deb beraman. Vay. Acayip çıkma. Kire. Otur. Bu nima qiliq? Seni bir adam ekanlikan bilmaganligin tarlab qo'ygan shu. Amaliyot modal bir turib qo'ydigan işte. O'lim qo'yadin sen alışır qolding. Az fursatni chon tutmoqmansan. Nega? Aydurumga sen chegaradan chiqarib etib, anda men pulni berma. O varisning meni shunchalar ko'gisi yo'qmikan? O ishkalarni o'tirsak ish qara. Mening faqat aralashqim yo'q. Ha? Mening vazifam seni aeroplanga ketkizich. Tugidi. Ya ava o'tirmamsa, biletimi olmasam nima qoldiraysan? Akila. Suv ichib. Varisning seni avatgan qaraganda munosabatini xili yaxshilab qilib turdi. Onun bana neymiş pul verdiğini, meni oldimda nemi til tutqanligini bilamsan ya. Bunun sana olduğunu qanday til tutgan vaqtini sen bilmamsan? Albatta bildim-a. Aqcha shu yilqi tejinda qo'yilib balon shida. Ha, to'g'ri. Buni bildikansa, tafsilroq tapaqa. Yaxshi. Sen zat kim o? Nazdiga adam emaskansan, ha? Bu nimdigina? Qara. Men tejidagi balon gapini qasddan chiqarib qo'ygan. Ha? Sen meni og'zimdan gap og'atamsan? Ha? Sen zat kim o? Mana nima qilding? Ha? Mana nima qilding? Hey. Yeah. Ha Rustamka. Va bu aldanmidi. Qaraganda bu mixil ko'ngilcha qilib o'xshaydi.
Kasmak değil lan. Kirişe. Hey. Uyg'una. Uyg'una. Voy voy. O'rak ovozing xilvak Rustam boğan degan sanma. O degancho meni akam. Men degan nijosatdan anglab boqqanman. Nicat satang deb qo'y. Sana bana qara. Nicat satang demang. Nicat qasmoq dek vaqidek. Bunda pastga ish bilan odam tuxum qilgan ishni jilli qasmoqdan boshqa hech kim qilmaydi. Ayni vaqtda uni anglab kelgan vaqtim dal mashinadan xo'biy chaqsa qimatga vaqt. Maqara. Agar bugun rasga qilmaydigan bo'lsam, xo'p ishon yetadigan sen bo'lib qolsa bugun. Anda, men olmoqlab beramsan? Varisnim Ro'zaxon oldida zot nimtil tutib var. Kim o? Bilmezse olmoqchiman. Maguyning qo'y og'iz chinka. Sinan shunga o'xshash chinma. Kim bu? Sen şu mujuguyun deb kelgansan, Ro'zaxon degan shugo. Buni urib mushtaq qilib tamommi? Men maktab o'qimagan qara. Kallam oddiy. Sen zot nima ish qilmoqchi? Tez digina. Mening deganimni tushunmayapsan nima ey? Varislar maguyning o'tirsisi zot nim maxfiyatlik bor devatimi? Bunu onundan soramamsan, men nim bilaman. Voy voy ey! Ma bilgan bo'lsam men seni tutib akab, nima qilaman devatimi? Ma ishdan qimmat qara. To'laysan juma. Aka maguyni qo'ldirdi. Voy javoy, fikam ishqisi yo'q. Har bir so'rg'anicha birdan pichoq yeydi. Qani baldir eqib tugamdi yoki og'iz baldir ichilib javob beramdi. Men bir ko'rib boqay qani. Abaymang nima ish qilibdi? Futqolamni faqat jini yo'q-ku. Futqolam asli kelgandikan qara. Mashqlarni tang achikdimi? Anda ma ishtinim to'lab bersan. Ha? Ey! Men bakchilik qilyaptim juma. Sen ben yılan yığızdan qaytı taz bilmeydiği şeyse qara. Bu yerda-chu her haftada bir odam dengizga uchib ketib, to'lqinlar yem bo'lib ketadi degina. Nimishqiligini bilamsan, ular ham uzib chiqolmaydi. Bilmaysan haqcan. Chunki ularning ishtonlari hammasi senga o'xshab kesilgan. Bilamsan? Achchig'ing kelsa, gayliq qilib chalmaydi ekan, ha? Qarg'ansinchi qaraq, qapqib bersan bo'g'idek. Manda bo'lsa, men beharam olmayman. Hey! Nesan desem çok ara. Ben aslında gayemez. Sen gayemez. Sen gayemez. Ben bağa qara. Neç gün oldu da varislarını tanımaydım. Onu ona fakat bir iş kitabımdan köreşken. Ben onun bir iş kitapsam, o bana bir iş kitap veretti. Ben o Ro'zaxonning oldida varislarning qanday ketishdi uqbalıqni bilmayman. Tushundingmi? Yağan yakınma dağıtımı. Ne sen rastladın sen? Bunlar sen zaten kim? İsa Xo'yancha. He aka. Kim o seni? Men tanamsan? Men bo'lmagan bo'lsam, seni Xo'yancha degan laqaming nereden keldi? Rustam? Rustam bu degan senmiti?
sen bek yaman kesacım o. Hazır tecrübelilerinin hemmisini koyanca deydi o. Nimaca? Şöyle kıçı, Çincinin ustazı öyle ki. Qaysi? Sen ba ya demem ba, koyanca dep akam ba. Namım çıktı da ben atay çıkanda. Namım çıktı mı desen go. Yakın tecrübanda Arsankam işkilanlı gibi. Hatta Rüstem Kammo tecrübana kilinmedi da. Nima? Rustam? Ben bağa qara. Rustamni bir ko'rsam bir yerda uraman. Urman. Ben yenildim. Arslanka, bunu dikin o basanın hem sizin olsun. 20 neçe yıl bo'lgandi? Ha. Mishon chashim chiqibdi ona. Dep kelsam, yo'lvoz chiqqanlarga rahmat aytaman. Sizlar meni yiroqdingizdan qo'g'lab chiqarmagan bo'lsanglar, mening bugungi kunim nima bo'ladi? Rustam bo'yan deb qo'y. Nomi qilib ekan ha. Ayniyle men yılan yığızı pristaniga kelib, yar yulaksiz qilib, haqiqatan bovallikdan ish boshlaganim rost. Bir fursatlarni tutib olib, xo'jayinimga ergashdim. Uning putiga put, qo'liga qo'l bo'ldim. Chunki men rostilla bir bovan emasdim. Meningmi ilgari yiroqdingizda xili nomim bor bir odam tursa. Keyin xo'jayinim o'lib ketdi. Başka buraderler beni baş kılıp saylap koydu. Qiz nagvoz baqiraydi degan gap rostkan, ha? Taqribash. Seni ko'rib, shundoq yiqinimni ko'rgandek bo'lib ketdim. Nima degan bilan biz ko'ngli do'stlardan bo'lib qoldik. Gap bo'lsa ochiq deyshaylik. Senin varisi bilan nima munosabating bor? Nima bo'lib g'arib bo'rt qilib qoldi? Ey, men varis degani tunimayman qara. U men bir shart qo'yib, bir ishni qilib degandi. Shun keldim. Qanda? Shunisa Ro'zaxon bilan ikkisining o'tirisidagi hech qanday ishni uqmaysan. Bu varis haqiqatan qiyr tulki ekan. Bu ish bilan hech qanday aloqasi yo'q, yot bir odamni avatibdi. Bundoq bo'lganda maxfiyatlik mashqalanib ketmaydi. Bu ishni bijiranmay biroq xatar bo'lib qolsa o'ziga hech qanday ziyon kelmaydi. Aqlliq. Ya Taz, bu zot qanday ish? Senmi jamiyat o'ynagan odam qara. Menmi jamiyat o'ynagan odam. Men sen oldirmay deb beray, ha? Nicat. Ro'zaxonka. Burası sen kelsan go, qachon qaytib kelding? Beklemeye dişli. Ben G'arportga varisini tepib, uni pul elib, Yevropaga chiqib ketmoqchi. Bunizdan pul olamsan, impo. Yig'iz itish puli. Ben onun münasebetlik puli, mehbetlikini bilmem. Bu pulni bu chuqum berdi. Ne mahbetlik? Onun karım olsun. Ben bir yerden qilgin. Ben bilmezgil sizlarniki pristani tutib turay. Varismi qalayim qanish qilolmaydi. Yavaşlıkça birisini pul avatidi. Nasıl bundan iştigine? Bu küçük şey emas. Akamdan bir so'rab boqay, ha? Rustam bu, ha? Sen onun bilan qanday tanishsan?
Biz yurttaş. İkimiz belki birlikte çıkan. Keyin o varisine kaçıp ketdi. Ben yılan yığız kep kaldım. Keyin o tuyuksuz Vietnam'a ketken. Nurgun jını yaxşı xabarim yo'q diye. Tuyuksuzda 2 kun oldin izlab ketdi shu. O sana rast gap qilmabdi. Qanday? Uning bu yerga mökövilishi sening qo'g'dishingga erish emas. U yana varis taqqa tahdid solmoqchi. Chunki varis uning maxfiyatlikni menga aytib qo'yishini ansirab bo'lsa-mu, nihoyat tez suratda pulni uningga yetkazib berdi. Asosi bor. Jabiydigan nimkin bu? Varis menga necha yildan beri tuzitib qo'ygani bilan yaqindan beri Kanga bilan bo'lgan munosabatida mislivorligini bayqab qoldim. Ularning o'rtasida hamon bir jang bo'ldi. Vaqt kelganda yilon yig'izining tamponligi buzildi. Mening har ikki tarafni ranjitgim yo'q. Navada varisning birer til tutqini tutib olsam, payt kelganda mening qo'limda bir tal qartim ortiq bo'ladi degan. Tushundim aka. Unda men berib so'rab boqay. To'xta. U mushundaqla sening yoniga kelgandan keyin demak, sen uningdan gap ola olmaysan. Uning bilan munosabating hali yaxshimi? Sen meni ulovdarim degan aka. U nimaga hisobda? Bo'ldi, men qanday qilishni bildim. Xotirjam bo'l.